Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Ustoz, sizni suhbatimizga chaqirishimizdan maqsad birinchi savollarimizdan boshlab beraman. Birinchi savolimiz ustoz. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika institutida siz o'z ish faoliyatingizni qachon boshlagansiz? Shu savolimizga javob bersangiz. Ushbu institutda faoliyatimni ko'p bo'lmadi boshlaganimga. Mana shu joriy o'quv yilidan boshladim, ya'ni 24-25 o'quv yilidan boshladik. Bu institut ishlatganimdan juda xursandman, to'g'risi. Juda xursandman. Yangi ochilgan institut istiqbolli, keyin menga o'xshagan qariyalar juda kam, asosan domlalarni juda qattiq tanlov asosida iste'dodli domlalar qabul qilinyapti bu yerda. Bu institutni istiqboli borligi, bu juda nomini o'zida juda katta mazmun bor. Toshkent iqtisodiyot ham bor bu yerda. Iqtisodiyotning o'zi bir katta yo'nalish, alohida katta yo'nalish, ko'p tarmoqlarga ega yo'nalish va shu bilan birga pedagogika universiteti. Ikkita narsa o'zi jamiyatni taraqqiy etishiga katta hissa qo'shadigan narsa ikkita o'zi. Bu pedagogika bilan iqtisodiyot. Pedagogikani yaxshi tashkil qilsak, ta'lim-tarbiyani yaxshi yo'lga qo'ysak, iqtisodiyot gurkirab rivojlanadi. Mana shuning uchun bu yerda bir ajoyib nomini ham to'g'ri qo'yishgan. Meni işte eshitib yurishimcha bu universitet ham bo'ladigan va universitet bo'lishga munosib bo'lgan ilm dargohi. Rahmat ustoz. Yana bir qiziqarli savollarimizdan bittasi bor. Ustoz, siz ona tili va adabiyot tili fanidan dars berar ekansiz. Lekin qiziq savollar tushadi-da bizga. Shu yerda nimaga ona tili va adabiyot tili bordi, nega ota tili degan fan rivojlanmagan yoki fan kashf qilinmagan deyishadi. Shunga siz o'zingiz taassurotingizni aytsangiz. Bunday bir hazil mutoyibadek savol berilgani bilan juda jiddiy savol bu. Jiddiy savolligi shundaki, otalar keyin so'zlaydi-da farzandga, otalar onalardan keyin so'zlaydi. Hamma sabab shundaki, bola bilan ona hali bola tug'ilmasidan oldin so'zlashadi. Ya'ni ona bolani 9 oy 9 kun o'zini bag'rida olib yurgan paytida, hali bola homila bo'lib rivojlanayotgan paytida onasi unga erkalab, mehr to'la so'zlarini aytadi. Shuning uchun o'zi bizning hadislarda ham, kitobimizda ham, muqaddas kitobimizda ham aytiladiki, har qanday chaqaloq shunday iymonli bo'lib tug'iladi, toza, pokiza bo'lib tug'iladi deb. Keyin esa ta'lim-tarbiyaga bog'liq deydi. Shunga bola onaning bag'rida bo'lganida, hali homila bo'lib rivojlanayotganda onaning yurak urishini sezib turadi, eshitib turadi. U uchun eng yaxshi, eng qulay joy o'sha onaning bag'ri bo'ladi. Shunda onasi uni erkalaydi, yaxshi gapiradi. Haqiqatan shuning uchun ham homilador ayollarga kayfiyatini buzmaslik kerak. Ularga faqat yaxshi gapirish kerak. Otalar esa bola bilan keyin so'zlashadi. Shuning uchun ham otalar so'zi aqlning ko'zi deyshadi. Hali bola aqlini tanib olgandan keyin otalar ta'lim tarbiyasiga e'tibor beradi. O'zi bizda bizning dinimizda ham, o'zi o'zbeklarda ham onaga bo'lgan hurmat juda buyuk. Onaga bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarida onangga yaxshilik qilgin, onangga yaxshilik qilgin, onangga yaxshilik qiling deb 3 marta aytadi. Keyin yana so'raganda kimga yaxshilik qilish kerak deganda, keyin otangga ham yaxshilik qilgin degan gaplar bor. Bizni ona tilimiz, o'zbek tilimiz juda boy til. Markaziy Osiyoda eng boy til desak, bu hali uncha kam aytilgan bo'ladi. Bu dunyodagi eng boy tillardan, dunyodagi. Bizning tilimiz o'sha qadimgi 10-12 asrdan shakllanib bo'lib, shu davom etib kelayotgan tildir. Navoiy davriga kelib bu tilimiz eng yuksaklikka olib chiqqan Hazrat Navoiy bu tilimizni. Endi hamma narsani bu tilda juda chiroyli qilib hamma narsani aytish mumkin. Masalan, birgina o'sha ma'nodosh so'zlarni ham ko'pligi hayratga qoladigan darajada bo'ladi bu tilda. Shuning uchun bu tilga hurmat qilishimiz kerak. Ustoz, talabalar bilan bir suhbatlashganimizda talabalar siz haqingizda juda ham boy va juda ham chiroyli gaplar eshitdi. Akademik yozuv degan yangi fan bor ekan. Va u yuqori guruhlarga, sirtqi bo'limlarga endi o'tilayotgan ekan. Bu qanday o'zi fan? Akademik yozuv fani bu yangi fan. Bu yangi fanning kompyuter muhandisligi va axborot texnologiyalari fakultetida o'tilishida ham juda katta
ma'no bor. Chunki hozir bilasizlar, axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanyapti. Axborot texnologiyalari shiddat bilan yorayotganda bizga endi kerak mana shu axborot texnologiyalarini tushunadigan domlalar, mutaxassislar, kuchli mutaxassislar kerak. Ular talabalar o'sha axborot texnologiyalarini bizning ona tilimizda, o'zbek tilida ilmiy tushunib, ilmiy tushuntira olishlari kerak. Ya'ni ilmiy matnlar, axborot texnologiyalari haqidagi ilmiy matnlarni ular ham to'g'ri so'zlay olish kerak. Ham uni o'zlarining fikrlarini himoya qila olish kerak. O'zlarining munosabatlarini dalil isbot bilan gapiradigan. Bu fan ana shunday ilmiy uslubni o'rgatadigan fan akademiya yozuvi. Ilmiy uslub bor asos, to'g'ri, ravon, puxta, rost. Isbot, dalil, faktlar jam, mantiqiy, izchil, ixcham. Nutq ishonchli, xotirjam. Ham qiziq, ham mana shu deb tushuntirish kerak. Keyin buni tushuntirib berish kerak. Mantiqiy izchil nima degani? Mantiqiy izchil degani boyagi ma'nili degani. Izchil degani ketma-ketlikda. Ketma-ketlikda. Bog'dan, tog'dan kelib emas deb bolalarni qiziqtirish kerak. Keyin qana bolalar, endi mana shunday qilamiz. Qani talabalar, endi mana sizlarni bunday guruhga bo'lamiz, guruhga qiziqtiramiz. Mana bitta guruhingiz bu iPhonechi guruhlar bo'ladi. iPhone 16 mi eng zo'ri hozir Pro, iPhone 16 Pro. Shundaymi? Yana nima deysiz uni? Pro Max. iPhone 16 Pro Max bitta guruh bo'ladi. Endi boshqa guruh bo'ladi Samsung Ultra 25. Samsung Ultra 25. Mana shu yerda qani aytadi, qani qo'l ko'taringlarchi, kimlar Samsung Ultra 25 ni kim yaxshi ko'radi, shuni zo'r deb o'ylaydi. Qo'l ko'tarishadi. Boshqa talabalarga iPhonechilar ham bor-da. iPhone kimga? Bu iPhonechilar bu aytadi. Mana endi qaranglar. Mana endi sizlar mantiqiy izchil gapirasizlar. Bog'dan, tog'dan kelmaysizlar-da. Bu tayyorlanasizlar. Tayyorlanish uchun sizlarga 300 sekund degani u o'zbekcha bir xil o'zbekcha 5 minut degani emas. Aslida 5 minut 300 sekund. Lekin o'zbekcha 5 minut desa 50 minut ham ketadi unga. 300 sekund deymiz. 5 minut yoki 600 sekund, 10 minut. Ana bunda tayyorlanadi-da, keyin bular bir-birini himoya qiladi. Faqat deymiz shevada gapirmaysizlar, yomon so'zlarni gapirmaysizlar, bir-birlarini urishmaysizlar. Mantiqiy, izchil, ixcham bo'ladi, deyapsizlar. Nutqlaring to'g'ri, ravon, adab tiliga mos bo'lsin. Keyin sizlar har bir so'zni gapirlarning isboti bilan. Chunki boya aytdik-ku, isbot, dalil, faktlar jam, mantiqiy, izchil, ixcham. Ham rost, ham to'g'ri, ham aniq, ham sodda, ravon, eslab qolishga oson. Ana shunaqa qilib uslubda mana shunday qiziqtirsa, bolalar ham akademik yozuvni qiziqadi, o'rganadi. Ham o'zini sevgan sohasida suhbat qilgisi keladi. Shuni ilmiy uslubda aytib berish kerak bo'ladi, tushuntirishga harakat qiladi. Siz biz uchun vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun tashakkur bildiramiz, ustoz. Kelasi yilda, yangi o'quv yillarida siz bilan yana ko'rishib qolish nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Rahmat.